Atigi 2800 so'm ishlatib kiyimingizga tegan har qanday dog'i bittada shunaqa ketqizish yo'lini bugun ko'rsataman. Oppoqqa nurbashqa ustiga ko'rib turganingizdek yo'l to'kdim va xuddi shu vosita bilan bir deganda dog'ini yo'q qildim. Bu vositani videoning oxirida ko'rsataman. Kir moshinaga kiyimimizni solamiz, ketidan kapsula yoki parashok solamiz. Endi ustidan shunaqangi mayin hid berib kiyimimizni yumshoq qilib qo'yadigan Jeti granulalardan solamiz. Bu granuladan o'zi ham bir emas 4 tadan zakaz qilib oldim. Hidi juda ham yoqimli, xuddi atir sepilgandek turar ekan. Uzun marketga kirib Jeti deb yozsangiz granulari chiqib keladi. Zakaz berganim ertasiga Uzun marketdan uyimgacha olib kelib berishdi. Buni hidi hali ochmasamdan ham gupillab keldi. Xuddi atir hididek. Uzun marketga kirib odzivlarni ham bemalol o'qib chiqishingiz mumkin. Menga juda ham yoqdi. Siz ham albatta ishlatib ko'ring. Boya ko'rsatgan vositam bo'lsa aptekadagi oddiy 2800 so'mdagi askarbin kislotasi edi. Ko'rib turganingizdek kirimiz zo'r ko'pirtirib oppoqini qilib berdi. Albatta siz ham foydalanib ko'ring.